Opangni oilasiga aralashmagin. Tushundingmi meni? Ha, Adajon, Eshitsanmi meni? eshityapman. Ikkita qulog'ingga qo'rg'oq shunday quyib ol. Oila muqaddas. Arzimagan janjal uchun ayol kishi lashvishini yig'ishtirib uyiga ketib qolmaydi. Xo'p, Adajon. Ha, mushuk qaynatam bordi. Eringni boshiga sinov kelganda, sen yonida turmasang, kim yonida turadi, qizim? Albatta men dey, Adajon. Bo'pti, yaxshi o'tirlaring. Opangni oilasiga aralashmagin. Tushundingmi meni? Jasur o'g'lim, har bitta ota-onalarning orzularidan bittasi farzandlarini baxtini ko'rish. Siz ham qizim bilan qo'sha qaring. Rahmat. Qudalarim yaxshi inson. Ularni bilganim uchun, hurmat qilganim uchun qizimni sizga berganman. Keling siz bilan bitta narsaga kelishamiz. Xo'p, nima ekan? Yoshligingizdan hozirgi paytgacha otangiz, onangizga qanday muomala qilayotgan bo'lsa, siz ham ayolingizga shunaqa muomala qiling. Men esa kuyovimga emas, o'g'limga muomala qilgandek muomala qiling. Xo'p. Ha, aytgancha. Boya ozgina qulog'imga chalinib qoluvdi. Momolarga kirib qolgan ekansiz. Kam bo'lsa ko'p o'rinda ko'rasiz, momolaringizni hal qilib oling. Men yoshlikda muammolarimni o'zim hal qilib kelganman. Buyog'iga ham o'zim hal qilaman. Men hali tirik ekanman, farzandlarimning muammosi meni muammoyim. Biz kelishdik shekilli, xafa bo'laman, ha? Ha, bunaqa qaynotalarga haykal qo'ysa arziydi. Nega meni qaynotam bunaqa emas ekan? Sen havas qilyapsanmi yo hasad qilyapsanmi? Undan ko'ra gilam necha pul bo'ldi? Shuni ayt, men pulini to'lab yuboring. Rahmat bolam. O'tinglar. O'rtoq, qara. Shu yerda ham mujiklik qilib ketdilar. Cho'nchagimga $300 pul solib qo'yibdilar.